Hammaga salom. Bugungi video Ispaniya Manresani oldidagi Montserrat tog'idan bo'ladi va hozir boshlanishi ko'rishingiz mumkin. Haykingni boshladim. Xo'p, qaysi tomondan chiqishni bilmayman, lekin yo'l ko'p. Ha, shu bo'lamanman. Tog'iga qaysi yo'ldan chiqishni bilmayman, lekin yo'lga chiqqanman. Bu tog' Montserrat tog'i bo'lib, Kataloniya hududidagi eng katta tog'. Bu joyga Barselona shahridan Manresa shahriga yo'lga chiqishda 1,5 soatlik yo'l. Bu joy juda ham turistik, mashhur joy. Mana bu videoni boshlanishida sizlarga chiroyli manzara ko'rinmasligi mumkin, lekin yetib borgandan keyin sizlarda juda ham ko'plab ma'lumotlar kutib Mana shu tosh menga juda yoqdi. Nimaligini bilmayman, lekin ajoyib shaklda. Tekkizgina toshni qaranglar. Qancha suv ko'rsatlari, shuncha ko'p terleslar. Kamroq o'tishga tepaga chiqayapti podyomga. Hozir men podyomga chiqayapman, toqqa qarab. Asosiy yo'lga, yo'llar uchun yo'l yo'q. Atak shunaqa joyga kelib turib, ovqatlanib, manzaradan bahra olib ketishga yetmaydigani yo'q. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. 1 hour? Very hot. Yeah, it's hot, really hot. Yeah, it's very hot. That's why it's so hot. Just I need to go main road, right? Yes. If you go all the way up, just follow the yellow and red. Yeah. Yellow Maybe and 2 meters over. yeah. There is a stand where you can see. But you just follow. But there will be some roads. So if you have phone, Yes. like then you can check because one road is take you to the main city somewhere and one is going up. Yeah, I need to check, yeah. No, for sure. Yo'lda bir atlarni ko'rib qoldim. Qo'lidagi mashinachani ko'rib yoshligim esimga tushib ketdi. Keyin akalardan, aka yo'lda to'g'ri ketyapmanmi deb so'radim. Akalar, ha, to'g'ri, lekin havo issiq, ehtiyot bo'lgin, yo'l juda ham uzoq. Hisobga olib qo'ygan deyishdi. Keyin yo'lda ikkita yo'l bor. Bittasi shaharchaga olib ketadi, bittasi to'g'ri toqqa olib chiqib ketadi. Yo'lda shuni belgilari bor. Sariq chizib qo'yishgan. O'sha yo'ldan liniyadan ketgan deyishdi. Bo'ldi aka, gap so'z yo'q dedim. Biz issiqqa uzoq yo'lga chidamlimiz deb turib yo'lda davom etishni boshladim. Yo'lda mana shunaqa jotki manzaralarni ko'rib, wow deb ketayotgandim. Keyin narsa esimga tushib qoldi. Mana shu yerda bitta narsa o'ylanib qoldim. Men o'ng tomondan yurishim kerakmi, mashina tarafdan yoki qarama-qarshi mashinaga yurishim kerakmi deb o'ylanib qoldim. Keyin yaxshilab bitta o'ylab qarasam, trotuar yo'q joyda asosiy yo'ldan ketayotganda mashinaga qarama-qarshi ketish kerak ekan. Sababi mashinani siz ko'rib, har xil vaziyatga qarab turib qochish uchun. Keyin yo'lda mana shu Independencia degan yozuvni ko'rib qoldim deb aytdim. Nimaga tog'da yo'lida mustaqillik deb yozib qo'yishgan ekan. Keyin yo'lda davom etyapman. Lekin hali tog'gacha anchagina yo'l bor. Kelar gapiros ekan deb turib yo'lda ketayotgandim mana shunaqangi manzarani ko'rib. Hali manzaraga yetib kelganim yo'q, lekin pastdan turib shu ko'rinish ham o'ta chiroyli. Yo'lda yana shunaqangi katta toshlarni ko'rib qoldim. To'rtta 5 ta bor ekan, juda ham ajoyib. Xo'p, sizlar uchun mana bitta ma'lumot aytaman. Endi o'zimiz Perevalda ham bordiru. Mana bu qoyani ustidan panjara tortib qo'yishgan. Buning sababi tosh yo'l ustiga tushib ketmasligi uchun. Monastery de San Bende Montserrat. Yaqin kelib qoldik. Yo'lda ketayotganda mana shunaqangi bayroqlarning rasmini ko'rib qoldim. Asfalt yo'lda bu Ispaniyani bayrog'i emas, Kataloniyani bayrog'i edi. Buning sababi bu hudud Kataloniya hududida hisoblanadi. Barselona, Manresa, Peras yana shunga o'xshash shaharlar
va Kataloniya bu xuddi Qoraqalpog'istonga o'xshagan avtonom respublika, Ispaniyani ichidagi. Buni o'zini bayrog'i, o'zini tili, katalan tili mavjud bo'lib, va nihoyat men yetib keldim va manzara o'ta go'zal. mana yana bir narsa shokka solgan narsa, tog'ni ustida shahar qurishgani. Qaranglar, tog'da shunaqangi shaharcha qurishgan. Hayron qoladigan joyi. Buni ko'rishlar mumkin. Judayam ko'p binolar, magazinlar, odamlar bor. Men piyoda kelganimda yo'lda bitta ikkita odam ko'rgan bo'lsam, qolgan odamlar hammasi mashinada turist bo'lib bu tog'ni tepasiga chiqishgan. Buni sababini video davomida ko'rishlar mumkin. Bu joyda judayam ko'plab haykallar va magazinlar, oshxonalar, hamma narsa topsalar bo'ladi. Xuddi shaharcha. Suvenir magazin kirdim. Suvenir magazinni hozir shu hududga oid narsalar ko'ramiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring, Montserrat bu tog'ning nomi. Hamma narsada shu nom mana. Narxlarini ko'ramiz. 10 yevrodan so'mkanda 19 yevrodan ekan. Stakanlarchi 11 yevro, 7 yevro. Bular 10 yevrodan ekan. Menda bunaqa narsadan bir qolgan davlatlarda borganimda olgandim, lekin hali oxirgi paytlar olmay qo'ydim bu narsani. Magnitni o'zim olgan, xonadonlik uchun. Lekin bunaqa shisha olganim yo'q, chunki oxirgi 2 martasi sinib qolganligi uchun avaylash juda qiyin. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bu tomon ajoyib. Uylar bor ekan. O'zing ko'raylikchi. Qancha qilib berishar ekan mana shu 36 yevro ekan. Hazırlash fan 48 yevro. Kataloniya degan nima bor ekan? Mana bunaqa rangni olishim kerak. Şapka talanca. Yes. €9 yevrodan shulari bor ekan. Bu tomonda tamam. Keçinde ne var ya? 9 yevrodan. 3 yevrodan. Olayım mı kendine? 6 yevro. 6 yevro. Asal bor ekan. Asal yemayman da. Bular bo'lishganlar. Yetishda ichsalaring mana bu yerda aravalar ham bor. Tog'da muzey bor ekan, muzeyga qarab ketyapman. Bilmayman. Qaranglar mana. Josef Maria Subirach. La familia. Muzey pulli ekan, kirmadim. Opaxon. Tepadan haykallar. Muzeydan chiqib ketamiz.
Mana yana haykal. Nimaga chiqib ketadi bilmayman bu yo'l. Lekin odamlar bu yo'ldan ketyapti. Mana shu yerdan ketaman. Yana bitta haykal. Qayerga ketyapman bilmayman. Doimgidek ketaveramiz. Hop, qarada yana haykal. San Joseph Manyanet. Okey. Tepada qanaqa yana? Bino hayronman. Qanday qilib tog'da shu narsalar qurishgan oldingi davrda? 1556-yil, 1640-yil. Ko'rishinglar mumkin. Mana bitta yana bitta haykal. Hop, so'radim odamlardan, mana shu yoqqa boradi deb. Oxiri borishda 20 minutlik yo'l va oxirida Kres baland binoda Kres belgisi bor ekan. Shuning uchun bormay qo'ya qoldim. Va shu shaharda o'zini aylanamiz. This way. Hop. Qaranglar, bu yerda hamma nimaga kelib desam, bu yerda cherkov bor ekan. Shunga shuncha kirib ketishyapti. Xo'sh, bu yerda ko'rgan bo'lsalaring, haykallar bor hamma joyda. Shu xristian diniga oid. Hop, ichkariga biz kirmaymiz. Hop, ichkariga kirmadim, lekin bu yerda kitob narsa sotadigan joyda ko'rib qoldim. Ko'rishlar mumkin, har xil kitoblari bor ekan. Yoki postkartlari, keyin bu yerda oynadan ko'rsalar bo'lar ekan. Ko'rishlar mumkin. Ichkarida haykallar va bino, odamlar. Hop, mana videoning oxirgi qismida sizlarga ko'proq, yaxshiroq ma'lumot berishga harakat qilmoqchiman, chunki hozirgina o'rganib chiqdim. Qaranglar, bu joy Montserrat tepasida cherkov va ko'plab haykallar joylashgan joy. Bu joyda qanday qurishgan desangiz, 16-asrda monaxlar, bular rohiblar hisoblanadi. Rohiblar kimlar desalar, faqatgina Xudoga duo qilib, chekkada yashamoqchi bo'lgan, hayotning davomini shu joyda o'tkazmoqchi bo'lgan odamlar. Xo'p, qaranglar, rohiblar o'sha o'tgan davrlarda yig'ilishib, shunaqangi baland joyga qurishlarining sababi qancha tepa yuqori bo'lsa, Xudoga yaqin bo'ladigan maqsadda shunaqangi tog'da tepasida cherkov qurishgan ekan. Buni oddiy qilib qurishgan toshlardan. Keyinchalik yillar davomida shunaqangi donat qiladigan, podashka qiladigan odamlar tashlagandan rekonstruksiya bo'laverib, bu joy juda ko'p o'zgarib ketgan hozirgi kunga kelib. Keyin yildan yilga ko'p narsalar rivojlantirib olishgan bu joyga va bu joyga ko'pincha ziyoratchilar kelarkan. Ichkarida chunki Maryam onamiz bor, haykallari bor ekan, duo qilgani cherkovning ichiga kelishar ekan va bu yerda juda ko'plab haykallar ko'rdim va nimaligini sababini o'rganib chiqay deb ChatGPTga yozgandim. Bu haykallardagi odamlarni ko'rdim, izladim. Bular misol Ispaniyada umuman yashamagan odamlar. Parij, Fransiya yoki Italiyadagi mashhur insonlar, qanaqa mashhur deganda, hayoti davomida oddiy yashab, odamlar uchun yaxshilik qilgan, nochorlarga yordam bergan odamlar ekan. Shunaqa odamlarni haykallarini shu tog' yon atrofidan har xil joylardan topsalar ham bo'lar ekan. Hop, ajoyib. Hamma davlatni, har xil dinlarni nima desam bo'ladi, o'rganish, boshqacha madaniyat, bular nima qilishini, bular nimaga ishonishini, madaniyatini o'rganish mumkin shundan.
Hammaga rahmat videoni ko'rganlaring uchun. Umid qilaman biroz bo'lsa-da bilim ulashgan bo'lsam.